hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar, yaxshigina yuribsizlarmi? Mana bugun yana sizlarga bitta video ko'rsatmoqchiman. Polkada idishni o'rgan, teshik bo'lib qolgan. Shu teshiklarni shpakilovka qilib, ustini emulsiya qilmoqchiman. Shuni sizlarga ko'rsataman, shpakilovkani qo'llarimga shpakilovka qilib ko'rsataman. Mana bu teshikcha bo'lib qolgan joylarini, mana shu hammasini shpakilovka qilib chiqdim. Bunday qilib olamiz. Kunlazlar namajona qilib ketgan bilan teshiklarni olib chiqaman. O'zim shunday bo'yab qo'ymoqchi edim. Qarasam, xunuk ekan, teshik bo'lib qolgan. Shpakilovka qilib, mana magazinga tayyor shpakilovka sotadi. O'shani oldim va suvga aralashtirib, ana shuni remontdan qilaman. Qulupnaydan tashqari har zaman mana bu ishlarni ham qilaman. Teshik tashlashga mana bunday qilib. Mana kecha emulsiya sotib oldim. Keyin buni teshigini shunday ustidan emulsiya qilgim kelmadi. Mana bu teshiklarni yopib olib, keyin emulsiya qilamiz. Emulsiya qilganimiz sizlarga hamma joyim kir bo'lib qoldi. Emulsiya qilib ko'rsatamiz sizlarga. Emulsiyadan keyin bu shpakilovkani massa yaxshi ekan, albastrdan ko'ra u tez qotib qolmaydi. Shunga emas, buncha teshib qolsa, o'pirilib qolsa, mana shunday qilib shpakilovka qilib, keyin ustini bo'yaysizlar. Mana qanday chiroyli bo'ladi. Teshiklarni yopib soldim. Mana bu yerga ham qaranglar, teshikni. Teshikcha bo'lib qolgan, shuni hozir yopib qo'yaman, ko'rdinglar? Mana shpakilovka bilan mana teshikni. Endi shpakilovka bilan hozir yopamiz. Bozorda borsanglar, shpakilovka tayyor sotadi, unli, unga o'xshaydi. O'sha tayyorni olib, bunday qilib smetanadek qilib, smetanadan sal quyuqroq qilib, bunday olasizlar-da. Mana bunday qilib mana hurmatli obunachilar, bu kuni shpakilovka qilib ketgandim. Bir kun turdi. Bir kun turgandan keyin endi buni shkurka qilib chiqaman. Shkurka qiladigan oldim, tashlashgani nima deydi? Mana qilib shkurka qilib chiqamiz. Mana shunday qilib shkurka qilamiz. Ustini mana bunday shkurka qilamiz. Ustidagi bo'lishiga shkurka qilamiz.
shurka qiladigan nashtashka bilan yaxshilab ustini tekislab chiqamiz. Hammaca chang, o'zim ham chang mayli. Chang desa ham keyin chiroyli bo'ladi. Hammasini shurka qilib olganimizdan keyin ustini bo'yab chiqamiz emulsiya bilan. Mana hamma bu tomondan oldim. Mana bu yerda Dur qoldi, ozroq o'sha joyga olaman. Endicha professional malyarchik bo'lmasam ham, havaskor malyarchikman. Shuni ham qilaman. Ustalardan ko'rgandim. Qarasam puli bo'lib turuvdi, men qilib qo'yaylik shunday xolos deb. Qilamiz shunday. Qaysidir joylarim bor, o'ylagan bo'lsam, nimadir xato qilgan bo'lsam, endi birinchi marta Najdashka bilan yaxshilab olib chiqaman shuni. Ustini tekislab olish kerak. Bo'lmasa kraska qilgandan keyin usti udirib qoladi. Shuning uchun najdashka qilib olaman. Ustini chiqarayotganini yaxshilab chiqib olaman. Mana shu joylarga kelgan chiqarayotgan, atrofini chiqib olaman. Mana hurmatli obunachilar, bu yoshni boshladim. Bu yoshdan oldin mana bu chiziqlar ajratib oldim. Mana bu kichkina shotka bilan chiziqlar ajratib olamiz bunday qilib. Keyin balikli shotka bilan bo'yab chiqaman. Şundan. Normalino. Endi qo'limdan kelgancha qilib shunday qilib bo'yab qo'yib olaman. Qiyshim bo'lsa ham
qo'limdan kelgancha hurmatli obunachilar chizig'ini ajratib olaman kichkina shotka bilan. O'zi varik bilan qilsak chizig'dan chiqib ketib qoladi. Shuning uchun shotka bilan qilib olib keyin varik bilan o'tamiz olganni. Varikda qilish osonroq bo'ladi, chunki yurg'izasiz, как pilsos qilgandek. Mana hurmatli obunachilar, bo'yashim oqlashib qoldi. Mana buni varik bilan qilaman. Çıkalım. Bunu yapalım da bismillah. Şimdi klaslarda ozgina yana ama joyga bo'lib ketdi. Ustilariga tushib ustilarni ishib ketgansan. Mana shunday qilib oppoqdan chiroyli qilib qoldi. Atrofdan shunaqa olamiz. Mana obunachilar kraskamni ham qilib bo'ldim. Mana qo'limdan kelgancha qildim. Kraska qildim. Endi bu joy yoqmay qolsa keyin aboy ham qilishim mumkin, aboy yopishtirishim ham mumkin. Bu eskirgandan keyin shu e'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana